Semirib ketyapsizmi? Ozomyapsizmi? Million xil diyetalar qilib ko'rdingiz, foydasi bo'lmayaptimi? Qo'shimchasiga sochingiz duv to'kilib, teringiz qurib, ichingiz qotib, asabiylashib qoldingizmi? Albatta bu qalqonsimon bez faoliyati buzilishidan darak bo'ladi. Shifokorlarga bordingiz, yillar davomida Eutirox, L-Tiraxin, Yodastrim, Yodafol qo'shimchasiga million xil dori ichib yursizmi? Haliyam yechim yo'q deb o'ylayapsizmi? Albatta bor. Mana bu korin belый rapchatki, ya'ni g'oz banjani ildizi hisoblanadi. Olasiz 100 gram, kukun qilasiz, yarim choy qoshiq bir stakanga solib, qaynagan suv solasiz. 30 minut damlab, shu damlamani ertalab, kechqurun iching. Ishoning, tabiatni o'zi tabib, albatta shifo topasiz. Yaqinlarga, qo'ni-qo'shnilarga albatta tarqating. Like bosing. Sizlar bilan doktor Kamilov, e'tibor uchun rahmat.